aslo kulmagan farishta. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Miroj kechasi osmonga ko'tarilganlarida barcha farishtalar salom berganlar. Bir joyga kelganlarida judayam qo'rqinchli bir maxluq ko'rdilar. Payg'ambarimiz u maxluqqa salom berganlarida u shunchaki va alaykum assalom deb javob berdi. U judayam jiddiy edi. Shunda Rasululloh Jabroildan so'radi: "Kim bu? Juda qo'rqinchli va jiddiy ekan" deganlarida Jabroil alayhissalom: "Bu jahannam farishtasidir. Uni ismi Malik. U jahannam yaratilganidan beri aslo kulmagan. Alloh undan qo'rquv, rahm va shafqatni olib tashlagan. U aslo kulmaydi va aslo rahmi kelmaydi" dedi. Jahannam kattaligi haqida hadislar ko'p. Uning ichida zaboniylar, ya'ni jahannam farishtalari bor. Ular jahannam ahlini jazolaydilar. Shuncha katta jahannamni shuncha inson va farishtalari bilan birga uni darvozasi bor va bu farishta, ya'ni Malik jahannamda. Bizni tilda aytganda qorovul deyiladi. Endi tasavvur qiling, shuncha katta jahannamni katta bir darvozasida shu farishta turibdi. Ba'zi bir rivoyatlarda payg'ambarimiz Jabroilga: "Ey Jabroil, bu Malikka ayt, jahannam pardasini ochsin, men jahannamni ko'ray" deganlari kelgan. Jahannamda zaboniylar, ya'ni azob beruvchi farishtalar jahannam ahlini jazo berayotganlarda undan ko'pi shunday deyishar ekan: "Ey maxluq, senda zarracha mehr yo rahm yo'qmi?" deganda zaboniylar: "Sizlarni bu kundan ogohlantirishmagan edilarmi?" deb so'rar ekan. Jahannam ahli ogohlantirishgan edi. Faqat biz "Ey kim ko'ribdi o'sha jahannamni" deyar edik. Bizlarni ogohlantirgan odamlarni masxara qilar edik deb javob beradi. Alloh o'zing bizni jahannam olovidan asra. Zero shubhasiz biz sirilamiz va shubhasiz har bir qilgan gunohimiz uchun sening huzuringda javob beramiz.